dekani Chirchiq davlat pedagogika universitetida Skopus xalqaro bazasi bo'yicha suhbat bo'lib o'tdi. Bunda bugungi kunda suhbatimizda Skopus xalqaro bazasidagi to'g'risidagi nashrlar, jurnallar, xalqaro bazalarda indekslanuvchi maqolalar talablari to'g'risida suhbat olib boriladi hamda bunga plus qo'shimcha qilib Web of Science OAK jurnallari haqida ham suhbat bo'lib o'tdi. Chirchiq davlat pedagogika universiteti barcha o'qituvchilari faol qatnashdi. Suhbat yakunida Chirchiq davlat pedagogika universiteti san'atshunoslik fakulteti dekani Sultanov Hayitboy Eraliyevich o'zlarining ilmiy maqolalari bilan qatnashdilar.